Buyursa biz menen çoğu bolunguzlar. Like'lardan basıp qo'llab turasizlar. Akam qancha bo'ldi buqa? 115. Barakasini bersin. 115 ming so'mga sotildi mana shu buqa ko'ringizlar. Zo'r pul bo'ldi, Svits. Buyursa ekitish buqa 115 ming so'm. Qizivatgan yerlerini sizlarga tartib chiqarib beramiz. Qancha bo'ldi aka? 37,5 ming so'm. Urg'ochi torpoq 37,5 ming so'mga mana savdo bo'lib o'tadi, biratlar. Krasavchik aka, o'zingiz zo'rsiz. Molades aka. 37,5 ming so'm savdo bo'lib o'tadi. Mana kishnani bilaylikchi. Akam qancha bo'ldi? Urg'ochimi? 45 ming so'mga sotildi mana kishna xunoji. Barakasini bersin. Nollarni bilasiz. Qancha berdi bu? Qanchadan? 5 ming nima qilib? 38. Aka qanchadan bo'ldi? Pullari. Bo'ldi aka. Angus qancha bo'ldi? Sotilmadi. Qanchaga bosava? Angus so'ragan bor, nomeringizni bering, kimniki bu o'zi? Birodikimi? Pullari qanchadan ekan pullari? 135 ming so'mdan berilmay qo'yib tur. Anguslar mana. 135 dan. Ashta bu kimdan o'zi? Siznikimi? 135 ming so'mdan berilmay qo'yib tur. Mana Angus variantdagi kuchli urg'ochi moldar. Mana. Maşallah. Atak krokodil. Qancha bo'ldi akam? 147 ming so'm. Yeni bolam olib ketdi. Torpog'i nima ekan? Urg'ochimi? 147 ming so'mga sotildi. Urg'och torpog'i menen. Realniy bozor sizlarga ozmas kechroq tartiladi, zato originali chiqadi. Ketaveradi. Bu majin qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum, aka qancha bo'ldi puli? Bilmadimmi? Mana yana bola. Qancha bo'ldi yana bola? 86 ming so'm. Qancha bo'ldi va xunajin? 45,5 ming so'm. Buqalar qanchadan bo'ldi aka? Qancha? 110 ming so'mdan. Assalomu alaykum. 110 ming so'mdan mana eko buqa. Maşallah. Qancha bo'ldi simental? 68 ming so'm. Assalomu alaykum. Yumurta olsun, yaxshisan, kam. O'zingiz qanday? Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ldi aka, like bitta sizdan. 110 ming so'mdan buqalar ketdi, narxi 68 ming bo'ldi kishine. Atak buqalar boqa turgan ekan. Nima deysizlar? Ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldiringizlar. 110 ming so'mdan narxini sijoqda. 45,5 ming so'mga mana kichine 68 ga mana sotilib qo'yib tur. Simental buqa. Qancha bo'ldi buni qara? Ha palvon, qancha qolding? Qancha bo'ldi aka? Qanchaga? 66 ming so'mga. 66 mingga berilib qo'yib tur, mana erkak to'poq. Sifati yaxshi ekan biroq. Mana sizlarga dag'i bir sonun buqalardan keldi. Gereford Toqalıdan, Müyüzübarıdan, mananda öz-özünün şivistlerden, targılı buqalardan, aralaşkan variantlardan. Puldari qanchadan da otarsa aka? 80 ming. 80 ming so'mdan. Buna buqalar. Qancha bosh bor hozir? 25 bosh. Nomerni bering aka. 0771 menen 09 98 o'zgandan kelib tur buqalar. Hozirda 25 bor. Kelib ko'rib tanlab olsangizlar bo'ladi. Mananday to'qollarni Gerefordlardan bir 10 boshdan oshiqroq bor. 85 minggacha indeydi. 80 mingdan. Kelib ko'rib tanlab olsangizlar bo'ladi. Barakasini bersin. Ona yeni bola qancha bo'ldi ekan? Aka qancha bo'ldi yeni bola? Assalomu alaykum. 146. 146 ming so'm bo'ldi aka. 146 hozir akam 146 ga sotildi. Ona akam. Maşallah. Vallahi akam. Ona Allah qancha bo'ldi aka? 59 bo'ldi. 59 ming so'm erkak torpoq. 59 mingga sotildi. 100 hozirgi mol mana shu. Qancha bo'ldi de? Kuchli mol ketdi. 146 ming so'mga. Qunajin bozorda aralab sizlarga boqa turgan qunajinlarni, bo'zlarini, semizlarini barini to'yga keta turgan mananda ispat qunajinchalar barini tortamiz. Aka qanchadan bo'ldi?
50 tane kam var. Maşallah. Turusunu aytkilar, 60 turusunu. kami var. 60 mingdan kami bor. 54 bin so'radi. 54 ga berilajatgan jeri mana shu semizdi. Ko'ringizda-chi. Maşallah. Mana yoqdagi sonun moldar qiziq savdo bo'lib o'tadi. Qaysi birini savdo qilib o'tasiz aka? Assalomu alaykum. Qancha? 1,80 ming so'm. Hozirda qaysi bir eni bola 1,80 bo'lib o'tadi. Mana odam savdo bo'lib o'tadi. Qaysi biri Mirzoq aka? Qancha? Qancha bo'lib o'tadi? Assalomu alaykum. 111 ming so'm savdo bo'lib o'tadi. Mana erkak totbog'i menen. 111 ming so'm. Savdo bo'lib o'tadi. Qiziyotgan yeri 111 ming so'm. Assalomu alaykum. Mana. Qiziyotgan yeri 111 ming so'm. Erkak tolpoq daha qatsa kerak. Qochib qolsa kerak. Barakasini bersin. 111 ming so'm savdo bo'lib o'tadi mana. Bering aka 111 ming so'm savdo qilayotgan jeri. Qisir moldar. G'unajin qancha olib ketdi g'unajin aka? 61 mingga bermaydi. 61 ming so'mga berilyaptir. Mana qora. 61 ming so'm. Mana da semizlari. Kuchularidan bor akalar, kuchularidan. Aka, g'unajinlar qanchadan bo'lib ketdi? Assalomu alaykum. 60 ming so'm. Onanchi 67 ming so'm. Zo'r bo'lib turibdi shunday aka. Sifati zo'r ekan, tarig'i. 67 ga berilyapti. Mana semiz g'unajin 98 ming savdo bo'lib o'tadi mana shu. Semiz variantidan mana 98 ga savdo bo'lib o'tadi. 98 ming so'm. 310 ming so'mga sotildi mana qora buqa. Maşallah. Ko'krak tikayligini qarangizlar, 310 ming so'mga barakasini bersin sotildi. Buni Allah qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 54 ga bermoq. 154 ming so'mga berilib qo'yibdi buni ola. 154 ga. Ona 310 ming so'm barakasini bersin, shunchalik mehnat qilganlarda. Mana dağı buqalar. Oq buqa qancha bo'ldi aka? Oq. 187. Avlikol variantdagi buqa 187 ming so'm. Maşallah. Hozir aka mana tortqilar. Mana akalar. Qassob akalar terilib o'tiradi, buqalar chog'lashyapti. Pullari qanchadan bo'ldi pullari? Pullarini ayting, bir chekkadan qaysi biri qancha bo'ldi? 160 ming bo'ldi. Qaysi biri? Qora. Qora 160 ming, 187. Oq. Ataga orqa joqdan tushdi ekan. Mana 150 ming so'm mana qora. 150. 187 ming ataga orqa joqdan sapsim tushdi bu ekan. Zo'r bo'lib qoldi. O shvedlar qanchadan bo'ldi aka? Qanchadas? 120. Mana da. Buqalarni kuchliklaridan bor mana akalar, kelaverasizlar. To'qollikdan to'qol, muyuzdu desangiz muyuzdu, aralashgan variantlardagilardan. Oq qancha bo'ldi aka? Biroq kuchli buqalar chiqib tur bugun da. Hozirda mana qancha bo'ldi aka? 310 ming bo'ldi. Qaysi? Boshqara o'zi. 310. O, nari 310 ming bo'ldi. Adashgan bilmadingiz qaysi? Oqchi mana oq. 169 ming bo'ldi. 169 ming so'm mana sari buqa. 169 ming so'm. Mana da buqalardan. Bloger. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi uni to'qol? 300 ga oldim, 2000 kam. Bloger. 298 ga ketdi mana. Maşallah.
Biroq kuchli buqa. Qancha bo'ldi buni aka? 127. O'zingiz chiqmaysiz. 127 ming so'm. Barakasini bersin, sotildi buni qora. Ketdi. Mana dag'i boqmalar. Aka, targ'il qancha bo'ldi targ'il? Assalomu alaykum. Puli qanchada o'tadi dedingiz? 101 ming so'radi. 101 mingga berardingiz, a? 101 ga sotilyaptir. Mana. Akam, sizniki qanchadan bo'lib ketdi bu qalar? 78 oldim. 78 ga. Narxini qanchaga berdik? 84? 84 ga. Barakasini bersin. Hozir mana jurnalistlar sotadi, qancha bo'ldi ekan mana shu. Yo, Velosiped qancha bo'ldi aka? 84 ming so'mga olindi mana. Barakasini bersin, 84 mingga olindi. Velosiped qancha ekan aka? 85 dan o'tadi. Juga. Juga 80. 85 dan ozmas kami bordi. Moshni. Ishni torpoqdor. O qorasini qanchada o'tasiz aka? 85. Bozor qancha suradi? 82 mingga berilibdir atak mana shu. Spat. Spati zo'r ekan atak. Mana o'z-o'zidan jaydari buqalardan. Bitta putum bo'lmasam, yarimtasini o'tsam. Qanchadan da o'tasiz qoni? 200 so'mga berib aytaman. Juga. 210 ming so'mga berilib aytadi. 105 mingdan 105 dan berilib aytadi. 141 ming so'mga ketdi, noqatga ketdi bu qavs. Mana Chevrolet ketdi 101. Tak, 141 deganim. Realdo darvozaning ostindagi bozor mana shu bo'ladi. Qancha bo'ldi aka mana shu buqa? 84 ming so'mga sotildi mana. Munozinlar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Munozinlar 134. Eko 134 ming so'm pul bo'libdi. Atak yetteri zo'r. 134 ming. Chog'lab olaverasizlar, eko 134 ga sotildi. Aka qanchadan bo'ldi buni munozinlar? Qancha bo'ldi Davlat aka? Puli qancha bo'ldi puli? Maşallah. Buqani bir dadili ketdi. Aka, yana bola qancha bo'ldi? Bilmayman, yana bolam emas. O'zi bo'ldi. Qancha qan? Torpog'iga ketgan. 95 kami bor. 95 kam bor. Bo'zi? Bo'zan. Lekin akamniki neytralga. 95 kami bor. Mana G'unajinlar olinib turdi. Aka qancha bo'ldi G'unajinlar? 55 ming so'mdan. Bu qancha bo'ldi bu aka? 140 ming so'm. Atak zo'rabsiz aka. Moshni. Realdu bo'ldi. Mana shu mana Realdusi mana shu aka. 140 ming mana dehqon oldi. Boqqonga atak zo'r. 140 ming. Buani beraverasizlar, like'lardan bosib mana kuchli buqalar o'tadi, ketib o'tadi. Boqqonga ketdi 140 ga. Atak uzun buqa ekan. Moshni. Mana shunday bozor qizib o'tadi. Kelaverasizlar, har bozor biz shu yoqda xizmatda o'z akalar. Kelaveringizlar.